üzülmeydi kulağımda melodiya. Könglim içeli külgen vaktimda ergişip to'xtamaydi üzülmez melodiya. Üzülmez melodiya, melodiya, melodiya. Melodiya. Assalamu alaykum aziz qarindoshlarimiz. Huzuringizda bo'lib atqani Markaziy xalq radio stansiyasining O'zilmas melodiya programmasi. Har kuni shu vaqtda sizlar uchun xizmat qilishga tayyor bo'lib turyapmiz. Hamda sizlarga ma'naviy zo'q beg'ishlash maqsadida eng nadir, eng yangi kuylarni sunib turyapmiz va sizlar qiziqadigan san'atkorlarimizning uchurlarini dal vaqtida sizlarga yetkazib turyapmiz. Men yaqin do'stinglar Mahina Rozi. Xo'sh aziz anglovchilarimiz, bugun sizlarning aram kuninglarga ma'no qo'shish uchun mana bu 1 soatlik programmamizni alohida qilib bezab o'ltiribmiz. Yoqtirib anglashinglarni uchun qalbimizdan umid qilamiz. Bugün biz bu programımızga yosh naqshchi Akbar Ahmadni taklif qildik. Yurayli biz qatorliq ijodiy kuylar bilan keng do'stlarning yoqtirishiga, kasbdoshlarning qo'llashiga erishgan bu yosh bugun bizga nodir kuylardan bir qanchani naq maydonda aytib so'q qiladi. Hamda Akbar to'g'risida bugun ko'proq tushunchaga ega bo'lamiz. Qanday bo'lsa, bizning aziz mehmonimiz Akbar Ahmad. Assalomu alaykum Akbar. Va alaykum assalom. Xush keldingiz. Rahmat. Assalomu alaykum radio oldidagi barliq qarindoshlar, birodarlar, hammangizlarning hozirgi vaqt xayrlik bo'lsin. Shixo diyardan kelgan Akbar Ahmaddan sizlarga o'tliq salom. Rahmat Akbar, qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamiz qatnashganligingizga guruhimiz nomidan chin ko'ngildan rahmatimni aytaman. Endi mush yerda bir nuqtani eskartib o'tish kerak-ku. Aziz anglovchilarimiz, biz bugungi alohida programmamizga Melodiya qahvaxonasi degan ismni qo'ydik. Nimishqa degan vaqtda bu yerda go'zal melodiyalar bor, qizg'in suhbatimiz bor, biz bilishga intilgan mahbiyatliklarimiz bor. Eng muhimi shu mazalik damlangan qahva oldimizda bor, shundaymi Akbar? Shunday. Tamlik damlangan chiraymi? Shunday tamlik. Bunda qilishga maqsadimiz biz bugun shu shavqin surandan xoli, ko'ngilga orom baxsh etadigan bir kayfiyatni yaratmoqchi. Qiyinda bo'lsa, qahvaxonamizga bugun ishtirok qilgan bu aziz mehmonimizdan shuni so'rab baqsam, hozir nimishlarni qilyapsiz Akbar? Hozir ta'til. Aha. O'zim o'qituvchi emasmi? Boshlang'ich maktabda xanzu tili o'qituvchisi. Hozir ta'tilgi vaqtlarda shu vaqtdan foydalanib musiqa, ijodiyat ishlari bilan shug'ullanyapman. Shixo shahrida tug'ildingiz, Shixo shahrida cho'ng bo'ldingiz. Tug'ilgan vaqtingizni oshkorlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Deyman-ku, endi nurg'un odamlar deyishni xohlamaydi-chi. Bo'ldi. Men 1989-yili 9-ayning 2-si tug'ilgan. 89-yili bo'lsangiz 26 yoshdan endi halqidingiz degan. Shunaqa. Manzilingiz ochiq bo'lsin, jumoti yosh ekansiz. Rahmat. Bizning ishimizga kelguncha nurg'un ishlarni qilib olaysiz. Men sizni bir 20 yoshlar atrofida deb o'ylagan. 44 bilan kirdim. Xo'sh aziz anglovchilarimiz, mana Akbar Shixo shahridan chiqdi. Albatta anglovchilarga notanish emas. Boshlang'ich o'ttir maktablarni Shixo shahrida o'qidingiz, shundaqmi? Shundaq. Oliy maktabni-chi? Oliy maktabni Qashqar pedagogika institutida o'qidim. Qashqarga borgan vaqtlaringiz 18 yosh vaqtlaringiz haqida. 18 yoshda borgan, 22 yoshda bitirdim. Qaysi kasbga o'qishga kirdingiz? Kompyuter kasbiga. Kompyuter kasbi shundami? 18 yosh vaqtlaringizda Qashqarga bordingiz degan gap. Endi shu vaqtda o'sha yerga borgandan keyin u yerda nurg'unlagan ishlar, muhitlar sizga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Qashqarning qizlari demang yana. Yo'q, Qashqarning qizlari emas. Unda biz oliy maktabga yangi borgan vaqtlardagi shu ta'sirotlaringizni bir anglamdik. Bo'ldi. Men 2007-yil maktabni bitirib 18 yoshimda Qashqarga berib kompyuter kasbida qabul qilinib o'qidim. Shu o vaqtlarda endi u yerda bir qiziqarli ish bor. Endi meni chiqadimda ko'sa shu qarindosh millatlarga bek o'qitib qoldi-ku. Shu vaqtlarda balki hozirga o'xshash yasinishlaringizdan tortib o'xshash bo'lishi mumkin. Shunday qarashlarga gap qolgan bo'lishi mumkin. Shunday. Ammo bu moda deb qo'ymabsiz. O'zingiz shunday yarashgan. Bak chiqib uchraydim-ku. Shu Qashqarga borgan chaqdimi shunday ishlar uchirgan. Beriblam bizning yataqdagi yataqdoshlar men xanzuchi gap qilgan-ku boshda.
Ashta qiziqarli ishlar bilan bo'lib, ko'ngillik o'tgan. Anadagi bir bizni kutib oldigan bir faoliyat bo'lib qilib, shu yangi o'quvchilarni kutib oldigan faoliyatga yangi o'quvchilar nomer tayyorlanglar dedi. Men shu to'liq o'ttir maktabdan boshlab amraqdim naqsh etishga. Men bir sinab baqay deb tunji etgan naqsham Guliyarxon degan naqshni aytgan usulluq. Bir aytib baqay deb sahnaga chiqib aytib shuning bilan men bir ishni his qilib qoldim-ku. Men shu sahnaga chiqsam faqat jim turolmaydiganligimni his qilib qoldim. Shuning bilan sen bek sho'x ekansan, naqsh etsang bo'ldi ekan deb o'qituvchilarning ishonchlarini berdi. Shu kirishgan peti shu naqshiga qiziqib oliy maktablarda naqsh etib hozir qish keldim. Xo'sh, shunda bo'lsa hozirgi suhbatimizni mush yerda to'xtatib turib, sizning shu nodir naqshlaringizni birini anglaylik. Bo'ldi, ma'qul. Men unda sen shu Ipak yo'li sadosiniki ikkinchi aylanmizda aytgan yar qayda degan naqshamni aytib beray. Oldi bilan anglaydiganimiz yar qayda. Men izlagan gul qayda, amdi etqin yo'l qayda. Men izlagan gul qayda, berginim ay bo'lsa, üzgünge köz bo'lsa, yalg'izlik kechida yarim bo'lsam yenimda. Berginim ay bo'lsa, üzgünge köz bo'lsa, yalg'izlik kechida yarım bo'lsam yenimda. Sana yaktım yakmadım, on gülümni üzmedim. Layli şeker cahanda, sen gülümge yakmadın. Sana yaktım yakmadım, on gülümni üzmedim. Layli şeker cahanda, sen gülümge yakmadın. Men izleyen gül qayda, amdi etqin yo'l qayda. Men izleyen gül qayda, amdi etqin yo'l qayda. Berginim ay bo'lsa, üzgünge köz bo'lsam, yalg'izlik kechida yarim bo'lsam yenimda. Sana yaktım yakmadım, on gülümni üzmedim. Layli şeker cahanda, sen gülümge yakmadın. Men izleyen gül qayda, amdi etqin yo'l qayda. Men izleyen gül qayda, amdi etqin yo'l qayda. Men izleyen gül qayda, amdi etqin yo'l qayda. Rahmat Akbar, rahmat. Rahmat. Men izlegan degani qanday olasiz? Bu şu ashta chiqib qoldi shu o'zligidan. Bir xil uslubmi yoki bo'lmasa shu aytib ketaverib? Bu endi hammadamning naqsh etgan chog'da endi hissiyoti, uslubi o'xshamaydi-ku. Shunga o'xshash. Bumi balki meniki shu chatning naqshlarini jiq anglab, ashlarnikidan qabul qilganlarim deb o'ylayman o'zimcha. Bekbeyiz oldu. Aşırı bekbeyiz. Xo'sh, endi shunday qilib o'zimizning gapiga qaytib kelsak, 2011-yili oliy maktabni bitirgansiz shundaymi? Bitirib bo'ldingiz, kompyuter kasbida o'qigansiz. Shu yillarda kompyuter kasbida o'qiganlarga nisbatan qanday xizmatlar bordi? Birga o'qituvchi shu, kompyuter o'qituvchisi yana birga o'zimiz ayrim
kesip qilsakmı buldu. Mesela telefonlarını, yanfonlarını o'ngshash, müştaq şirketlarda ishlash degandek texnik bo'lgan shu. Tashda. Ammo siz imtihon berib, Xanzu tili o'qituvchilikqa xizmatga tushdingiz. Shundaq. Endi o vaqtda Xanzu tili o'qituvchilik xizmatga tushsangiz, sizning shu vaqtdagi ehtiyojmi yoki bo'lmasa boshqa bir to'g'ri gap qilishlar bo'ldimi? Bu men endi mush to'liq o'tirni putagandan tortib uydagilarga san'at maktabda o'qish orzuyimni aytgancha. Lekin dadam faqat qo'shilmagan buning uchun. Endi naqsh aytib qachon qersang sizning ovozing yo'qaydi, temir tovoq bo'lsa yaxshi deb. Ham cho'nglarning idisi shundoq bo'ldi-ku, endi bizni yaxshi bo'lsin deb o'ylaydim. Yaxshi bo'lsin deydi. Naqsh aytishim uchun cho'qim bir muqim xizmatga erishmasam bo'lmaydi ekan-ku. Shuningga uni qo'shimcha qilsa dedi-da. Qo'shimcha qilishing kerak. Cho'qim bir muqim bir xizmating bo'lsa, anandikin qilsang bo'ladi dedi. Endi uydagilarning roziliqsiz sirtqa chiqatgili bo'lmadi. O'zim bir bola emasmi uyda shu. Shu sababdan o'qituvchilikka imtihon berib o'tib ketib, boshda shundan niyat bilan bergan o'qituvchilikka, lekin o'qituvchilikka imtihon berib tunji munbarga chiqqan vaqtimda men bu kasbni yaxshi ko'rib qolganimni his qildim. U vaqtdagi hayajon hech kim his qila olmaydi. Shunday. Munbardagi vaqtni. Shu kasb kirgandan keyin boshqa bir xil hayotga mo'yitga kirgandek his qildingiz. Shunday shu kasbninki davomida ketib qoldingiz. Ana shundaq xizmatlarni qilish jarayonida anglasam nurg'ulgan mukofotlarga, taqdirnomalarga erishib ekansiz. Qanday musobaqalarga qatnashdingiz? Men shu 2011 imtihon berib o'tib ketib 2 yil Leoning o'lkasida Xanzu tili kasbida muntazam turib tarbiyalandim. Ondan keyin qaytib kelib bizning bir Başsıxu deb bir yezimiz batdi. Shu yezga ishga tushdim. Ishga tushib bir oy bo'la bo'lmaylammi shu shaharda bir dars o'tash musobaqasi bo'lib qoldi. Butun Shixo shahri bo'yicha o'ttir boshlang'ich maktablarning. Shuningga qatnashamsan, qatnashadiganlar bormi deb bizning maktab mudirimiz degan chaqda men shu ikki qo'limni tang ko'tarib, bak shoq vaqtlarim ham saniga chiqishga amroq, har qanday saniga chiqishga amroq shoq vaqtlarimda. Men chiqaman deb shu bir oy tayyorlik qilib shaharda birinchi darajalikka erishib, shuning bilan bizning Shixo shaharlik birinchi boshlang'ich maktabniki maktab mudiri endi akilib oldi shahar ichigacha. Yaxshi o'tadigansan darsni deb. Men endi senda turib endi jiddiylashish degan narsalar asosiyatini yo'qolib ketgan naqsh aytib. Bu kasblarni sal o ishlardan xoliroq qilamiz. Shunday. Shunga kichik bolalarni o'zimga yaxshi moyil qilib, shunday bo'lib o'lingdim, yaxshi natijalarga erishdim. Andan keyin ikkinchi yilisi o'zimning shu shahar ichidagi maktabga vakolatdan yana qatnashib, uningda yana birinchi bo'ldim. Undan keyin ma'rif idorasiniki ko'rib, sen nutq so'zlash musobaqasiga qatnashib baq deb shaharlik nutq so'zlash musobaqasiga qatnashib, uningdimi birinchi bo'lib Xanzu tildichu. Andan viloyatga berib, viloyatdan birinchi bo'ldim. Andan keyin Urumchi ma'rif institutida shu ko'bisayda dars so'zlash musobaqasida avtonom rayon bo'yicha birinchilikni oldim. Bu musobaqalardagi o hayajonlarni hozir so'zlab bo'lmaysiz. Shunday. Shunday qilib kasbingiz bo'yicha dars o'tish, nutq jihatlarda mushta mukofotlarga erishdingiz. Shu ishlash jarayonida naqshid musobaqalarga qatnashib qolmadingiz? Mesela faoliyatlarga qatnashgan faoliyatlarga bir qitim cho'chakniki yaxshi ovoz deb bir programmaga qatnashib 3-chi bo'lgan. Shu cho'chak viloyat bo'yicha-chu. Andan keyin shu undan keyingi musobaqalarga anchibek qatnashib ketamadim. O'zim ishdan tushib o'ydilam. Naqshanglab uyda to'tdan bu o'zim bilan o'zim naqsh etib shunday qilardim. Shuning bilan ana shunday nurg'ulgan natijalarga mukofotlarga ko'milib, hayajonli ishlayotgan vaqtlaringizda tuyuqsiz Xinjiang televiziyasining Yipak Yo'li sadosi programmasini uqtirishni anglab qoldingiz. Ko'rib qoldingiz. Shuning bilan qatnashdingiz. Shunday qilib birinchi qitimliq naqshida 4 ustozni bir xil aylantirib etib, Erkin Abdulla ustozniki guruhiga qo'shildingiz shunday. Ana shu tunji qitim sahnaga chiqqandagi hayajoningizni anglag'im hozir. Deyishdim bir o'zim hayajonli ketib. O'ylasam ham hayajonli menda. Men buningga shu cho'chakda shu musobaqaga nutq so'zlash musobaqasiga qatnashib bo'lib
Lam şu keçilab minib qaytib kelib qatnashgancha men bu İpek Yol sadasiga. Qatnashib bek adam chiqdi o kunsi. Biz ustozlarmi bek jafo chekkan. Yerim kechi men chiqqan chaqda kech soat Şinjan vaqti 11 bo'lgan vaqt edi. O chaqda o'qituvchilar taki atdigan soat Şinjan vaqti 8 dan tortib 11 gacha o'tadi degan gapda quloqlarim shunday erib ketgan vaqtlar. Ensirdiңiz qoldi. Men bek ensirab ketgan. Allah qanda bular cho'gilarmi, cho'gilmasmi? Ensirash bo'ldi. Boshda o'ylamagan, lekin keyindan chiqishga az qolgan sir jiddilashib ketib, saniga chiqdim, chiqsam bundacha qadamni ko'rib baxmaganman. Bekchi qadam. 4 dan o'rindiq. Men keyinni qaratib turdim. Shundaq hayajon musiqa boshlandi. 5-dagi 4 misrayada o'zimni faqat topolmay qoldim. O'zimning ovozimni anglayolmadim. Bek hayajonlanib, nafsim yetishmay. Anandan keyin 4 misrani aytib bo'lgandan keyin bizning Arkin Abdulla ustoz o'rildi. Dong qilib ovoz chiqdi. Uni men ko'rib qoldim. Ko'ribli shunda xo'sh bo'lib ketib. Men shu Arkin Abdulla ustozning bag'an emasman. Shuning bilan ham o'zimni qo'yib o'tib, o'zimni tashlab o'tibman. O'zingizni tep olasiz. O'zimni tep qilibman, aytib ketdim. Keyinda ko'zimlasam to'tli so'rilib. Shunda hayajonlanib ketdim. Qaysi naqshni aytgandingiz tunji qatim? Aslar sanmo degan naqshni aytgan bizning Abdulla Abdurim ustozimizniki aytgan naqshdi. Shu naqshdan bir ko'plik anglag'im keldi. Shu hayajonli vaqtlarda aytgandekchi. Undas bo'ldi men shu bizning Arkin Abdulla ustozimizning o'rilgan yeriga islam aytib beray. Bo'ldi. Qani. Seni oylab öttü günüm, sen hem beni oylarsan mı? Her bir sözün bir mungazen, sen hem beni oylarsan mı? Kolun tutup ötelmedim, Vissalınğa yetelmedim. Hiçbir sözüm etalmedim. Sen hem beni oylarsan mı? Dong ıdıqıplam örilgençe Erkin Abdullah ustazımız. Ay, şu vaqtlarda bek tez olganchimi. Shunda qilib Erkin Abdulla ustozimizningki 8 kuchlik mayir qatoriga kirdingiz shunda qilib. Bu jarayonda 3 naqsh aytdingizmi? 4 naqsha. 4 naqsh aytdingiz shunda qilib. Shuning bilan sizning san'at hayotingiz yana qaytalardan boshlanib ketdi desiz. Boshlanib ketdi. İpek Yol sadasi programmasiga qatnashib mana shunday natijaga erishgandan keyinki sizning turmushingizda, xizmatingizda balkim nurg'unlagan o'zgarishlar bo'lgandi. Shunday o'zgarishlar bo'ldi. Odamlar Tonop. Men kichiklan bir yerini deb beray. Men İpek Yol sadasi qatnashib ekranda qo'ygandan keyin qo'ygan kunninki 3-kunsi men maktabga bordim. Bu chaqda ruxsat so'ragan maktabdan. Chunki 5-da natijalarga erishgandan keyin maktab mudirimiz ishini ruxsat bergan. Shuning bilan maktabga naqd o'shanba kuni vaqt keldik. Bayroq chiqirib Amiz kirkitib bo'lgandiroq kiray deb o'yildim-da, men hammasdan qarab ketmisin deb hamda o'qi kichik bolalar bo'lgandan keyin televizor oldida o'tirib ko'rib bo'pti ekandik. Bizning maktabda 1-sinfning 1-qavatda, 2-qavatda ashtaqda emasmi? Shunday qilib 1-qavatga shunday qadam tasishimni bilmay oldimda bir munch 1-sinfning kichik bolalari oldimda turibdi. Oldida bir qo'mondansi bor ekan. 1-2 dem candan keçtin canım kichik bolalarcha shunda xo'sh bo'lib chaqdan boshlab bir haftagacha zodi naqshninki candan keçtim degan yerini aytib bermasam chiqarg'izmaydi meni bolalar. Men g'ingshib shudim bir zamonlarda xeyli uzun g'ingshdim ishxonlarda. Shunga o'xshash ta'siringizni kuchli bo'lgani shu. Xalqning sizni yoqtirgani desak bo'ldi. Onun için sizniki shu san'atga bo'lgan, naqshga bo'lgan qiziqishingiz texmo ulg'ayib ketdi-da, hamda shu bir xil musobaqadan keyin ham. Odatda qaysi xil uslubdagi qanday naqshlarni ko'proq anglaysiz? Men odatda naqsh ansam faqat tanlamayman. Qanday naqsh bo'lsa anglayveraman. O'zimiz yoqtirdigan bo'lsa anglayveraman.
Hem asas jihatdan Koreya bilan ispan tilidagi naqshlarni jiqroq anglayman. Chiqroq anglaysiz ham etsiz. Ancha-muncha aytib qo'yman. Bugunmi etsiz? Majburlayman men. Koreyaning naqshdan birini aytib bas qanday deysizlar? Anglashlar javob berdi. Tayyormi ya? Bo'ldi. Ma'qul. Undaq bo'lsa men shu o'zimning yoqtirib anglaydigan bir naqshamni aytib beray. Bu naqshning ismi yurakamga o'q tekkandek degan. Bo'ldi. Qani birlikda anglaymiz. 총 맞은 것처럼 정신이 너무 없어 웃음만 나와서 그냥 웃었어 그냥 허탈하게 웃으며 하나만 묻자 했어 우리 왜 헤어져 어떻게 헤어져 구멍난 가슴에 우리 추억이 흘려넘쳐 잡아보려 해도 가슴을 막아도 손가락 사이로 봐준 나가 진장이 멈춰도 이렇게 아플 것 같진 않아 어떻게 좀 해도 날 좀 치료해줘 이러다 내가 숨다 가져 하늘속 눈물이 날도 모르게 흘러 이렇게 싫은데 정말 싫은데 구멍난 가슴에 우리 추억이 흘려넘쳐 잡아보려 해도 가슴을 막아도 손가락 사이로 빠져 나가 진정이 멈춰도 이렇게 아플 것 같진 않아 어떻게 좀 해도 날 좀 치료해줘 이러다 내가 숨 다 가져 총 맞은 것처럼 Rahmat. Anaysayo. Abiji. Biz Koreyaning filmlariga ko'p ovoz qatnashimiz bizcha tushunmayman degandek. Endi qaraydigan bo'lsaqmi shu naqshining teksti, bir naqshining jini, muzikasi bo'lsa naqshining qini deb qo'ymiz-ku. Shunaq. Endi yuqorida biz anglagan shu koreyacha naqshining jini bo'lgan tekstini biz tushunmaymiz. Buning jini bo'lgan teksti shu ankayindagi aytgan cho'ngmajin gochoro degan ash'ari ang odamning yuragiga tegadigan mushu gapning ma'nosi hamda yurakamga o'q tekkandek bo'ldi. Bu hamda bir qiz bola bilan bir o'g'il bolaniki muhabbatlashib ayrilib ketgandan keyin bir yoki qiz bolaning yoki o'g'il bolaniki mushu nola qilib aytgan naqsi nimishqa ayrilib ketimiz
Ottoke heyojo. Ottoke degan nimishqa degan gap emasmi? Nimishqa ayrilib ketdimiz. Zodi nimish uchun mening yurkamga o'q tekkandek bo'lib ketdi degan ma'nodagi gap ham deb. Ay Akbar, men bu naqshni anglabchi shunday his qildim. Bir azobni his qildim-chu men naqshni. Bu azobli bir naqsha. Tekstni men tushunmagan bo'lsam-mu shu azobni his qila oldim. Nimishqa shu tekstni bilmaydigan chet elning naqshlarini anglasak, ana shu xil hissiyotlarni biz tushuna olamiz. Endi balkim buningda ash bir hissiyot endi ko'rib anglarmanlarning yurak tarisini chekib o'tgan bo'lishi mumkin. Ana shu xil hissiyot boya sizda bo'ldi-chi. Voy rahmat. Shu gapamoqchi men gapni. Aziz anglovchilarimiz, mana Akbar ijrosidagi Koreyacha naqshdan huzurlandik. Endi shu tekst bilan muzikaning gap chiqib qoldi. Albatta hozir biz anglayotgan nurg'ulg'an naqshlarning ichida tekst bilan muzikasi ajoyib birlashgan, bizga ajoyib huzurlanib bag'ishlayotgan bizning Uyg'urcha naqshlarimiz intayin ko'p. Mana shu naqshlarning ichida albatta bizning aziz mehmonimiz Akbar Ahmadning o'zi ijod qilib aytgan to'ylarda kam bo'lsa bo'lmaydigan Yurayli biz nomli naqshi anglovchilarga ajoyib tonish. Shundaqla har zaman anglasa kelib turadigan bir naqsha. Endi shu naqshini Akbar qandoq bo'lib ijod qilib qoldingiz? Endi qaysi bir xil sabablar shu ijodiyat yo'liga menib qoldingiz? Men shu Erkin Abdullah gruppasidan, bizning yana birodarlar gruppasidan 8 kuchlikka kirib chiqib ketgandan keyin davomli yana shu naqsha, san'at, shu muzik sohasida davomli to'xtab qolmayman, chuqur mangaman degan ideya bilan shu o'zim bir ijodiyatdan birini qilib boqqim bordi deb o'zim shundaq bir deb yolg'iz o'tiradigan mijozingiz bo'lgan keyin javob berib shundaq ham uning ustiga u chog'dimi ustozlar bilan ko'rishib birga hamkorlashib paranglashib bo'libmi bizning Erkin Abdullah ustoz bizga nurg'ulg'an bilimlarni berdi. Bizga hech nima o'rgatmasmi, lekin u odamningki yenida jusimi bir kun jusa bir kunlik bilim ega bo'ldi-chu. Hech qanday gap qilmasmi, paranglashmasmi, endi juslam bir muncha bilimlarga ega bo'la olamiz. Ana shuningga o'xshash ustozimiz bizga nurg'ulg'an ishonchlarni berdi. Shuning bilan mening ichimdan bir muncha narsalar bor ekan, yig'ilib qolganini his qilmabdi ekanman. Portlab chiqamayotganda. Portlab chiqamayotgan. Shu 8 kuchlikdan keyin chiqib ketgandan keyin chiqdi bu-chu. Agar tanlangan bo'lsam chiqmasligi mumkin edi. deb o'yladim endi. Shu sabablardan men shu tunji ijod etdim, Yurayli bizni yozdim. Buni yozishdagi sababmi bor. Chunki hozir bizning jamiyatimizda, bizning orasimizda shunday aktiv bo'lgan ideyadagi naqshlar ko'p chiqyapti, lekin yoshlarimizga yoqadigan yoki bo'lmasa yoshlarimiz udullan qabul qila oladigan hozirgi jamiyatdagi shunday naqshlarning kamligini o'zim azroq his qilib qoldim. Demak, hozir muhabbat naqshlarini olmasak, azobliq naqshlar ko'pincha yuragimizni ezdigan shundami? Bizga bir xil sevgi, bir xil go'zal hislarni ato qiladigan naqshlarni yetarli emas deb o'yladingiz. Shunday. Shunga shu inson-sing'illarimizga tarbiya qilish, bizningki taqdimotliklarga bilamda yoshlarimiz bu naqshni aslida yoshlarga emas, shu cho'nglarmi anglasin deb yozgan. Chunki buning tekstninki o'ttirda masalan aramizda qaydash bo'lsa mayli, ayrilishlar bo'lmasin. Jabr jafo kesmayli, voz kechishlar bo'lmasin degandek. Men bu naqshni yod etib bo'lgandim. Ashtaq tekstlar bormasmi shunga? Buni shu cho'nglarimizmi, chiqilibmi shu muhabbatlar, qiz-yigitlarga yaxshi foydali taraflari bo'lsa ilib kelsa bo'ladi deb o'zim bir yozgan bir tekstdir bu. Haqiqatan go'zal so'zlarni ishlatib ekansiz bu tekstga. Undagi muzikasini akkordini o'zim o'tirib shu uyimda to'ttam qarab chiqarib olganda yolg'iz o'tirib. Undan keyin buning muzikasini bizning guruhdagi, ya'ni mening yaqin do'stim, birodarim Abduxabar Xalil ishlab bergan. Biz bu muzikani qarmayda ishlagan. Qarmayda men muzik ishlatgili bo'lsam, bu mutan qarmayga berib ekan, naq ashada uchrashib qolib, ishimiz 4 soatda ishlab chiqarib o'tgan muzika bu. Shikalarninki Ipak yo'l sadasi programmasida qiyishmay chiqib ketganlarni men ko'rdim. Chiqib ketganlarga ko'ngillar yerim, bir-biringlarning o'zinglarga emas, do'stinglarninki shundami? Shundoq.
Mana shunday qilib nihoyatda nadir bo'lgan naqshi vujudga keldi. Uningdan keyin ijodiyatingiz yana to'xtab qolmadi. Uzunga qolmayla tug'ilgan kuning namli naqshini angladik. Bu naqshim nihoyatda yaxshi chiqqan. Bu naqshning tekstlar muzikasi o'zingiz. O'zimniki. Unda bo'lsa, endi shu tug'ilgan kun degan naqshini anglaymiz. Bo'ldi. Bir jup aşık maşuq bolğan Pak muhabbeti ayrılık kurgan Hiç bağrını yarıp turup Seni tutkan Ata anan Ömrü uzun teni sak bulsun Dualarında daim değilsin Sen ularının arzu armine Tuğulgan günün mübarek olsun Sen ularının arzu armine Tuğulgan günün mübarek olsun Baxtli bo'lgin imonli bo'lgin vijdonli bo'lgin tug'ilgan kuning muborak bo'lsin baxtli bo'lgin imonli bo'lgin vijdonli bo'lgin tug'ilgan kuning muborak bo'lsin Sen üçün yaşlarını tökken Xuşanlı sen çidin külgen Xuy peylinge könüp ketken Şu yıkınların Ömrü uzun teni sak bulsun Dualarında daim değilsin Sen ularının məngü amrıqı Tuğulgan günün mübarek olsun Baxtli bo'lgin imonli bo'lgin vijdonli bo'lgin tug'ilgan kuning muborak bo'lsin baxtli bo'lgin imonli bo'lgin vijdonli bo'lgin tug'ilgan kuning muborak bo'lsin tug'ilgan kuning muborak bo'lsin Rahmat. Jafo chekdingiz Akbar. Rahmat. Sizlarga rahmat. Endi shu sekund ash qahvaringizni ishga tursangiz, anglovchilarga deydigan ikki og'iz gapim borchu mening davosam. Bo'ldi. Mush yerda shuni ta'kidlab qo'yishni loyiq topdim aziz anglovchilarimiz. Bir naqshining vujudga kelishiga qalamkashning shundaqla kompozitorning nurg'unlagan ajr mehnati ketdi. Hozir shu burunqi naqshlarni yangidan o'zgacha akkordlashtirib aytayotgan, boshqa yurtlarning naqshini o'zlashtirib aytadigan ahvollar intayin ko'p. Mana bu albatta intayin yaxshi bir ahvol hamamiz bilamiz. Yangi qiyofatimi o'zgacha huzurlarni beryapti bizga. Ammo ana shu naqshniki vujudga chiqishiga emgak singdirganlarni, ya'ni teksti va muzikasining kimning ekanligini ta'kidlab mengishini biz har vaqt umid qilamiz. Shundaqla programmamizni askartib mengyapmiz. Yosh kuychilarimizning bu shundaqni unutib qolmasligini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hamda mushiyada Akbar qahva ichib bo'ldingizmi? Turun yana azroq ichib olay. O'tla olasiz. Akbar. Unda
Unda bo'lsa sizni qiynaydigan bir bosqich kelib qoldik-ku. Siz o'zingiz dedingiz, shu Koreyaning chet elning naqshlarini aytib yoqtirib anglayman deb. Ammo shu chet elning naqshlarini o'zlashtirishdan boshqa yana bizniki ajdodlarimizniki qoldirib ketgan miroslarimizni, shundaqla xalq kuylarimizni degandek unutib qolsak bo'lmaydi-ku. Yo'q, albatta bo'lmaydi. Unda bo'lsa shu qiyin savol nima degan vaqtda bizning Uyg'ur 12 muqomimizni sanab bera olasizmi? Beshimizdan tutun chiqdi hozir. Chegilayotdi hozir. O'ylab yiqma qani. Uyg'ur 12 muqomlarimiz. Mening bilganlarim rak muqomi, chargoh muqomi, andan keyin sigah muqomi, o'zhol, chabiyatmi? Chabiyat. Ajam muqomi, andan keyin navo, mushavrak, panjga, andan keyin qag'in topamadim. Isimni qag'inimiz. Ravrus bildikansiz, qilib qolgan bayat muqomi, Iroq muqomi, Ushaq muqomi degandek muqomlar qilib qoldi. Ravrus bildikansiz chavak anglovchilar, chavak. Majbur chaldirib chavaklarni. Xo'sh, endi o'zimizning gapiga qaytib kelsak, bu yerda nima maqsadda bu gaplarni o'tirg'i chiqarib qoldim demoqchi bo'lganda Akbar. Endi Koreyacha naqshlarni angladik, o'zimizning ijodiy naqshini angladik. Albatta muhabbat naqshlarimizni burungi kuychilar aytgan naqshlarning o'zlashtirilgan nusxasini angladik. Endi mush yerda anglovchilarga majbur emas lekin-chumi, majbur emas. Xalq kuylaridan birani aytib bersangiz qanday bo'ladi demoqchidim. Bak yaxshi bo'ldi. Shundami? Bak yaxshi bo'ldi. Nimda yaxshi, ammo naqsh aytishdan burun Akbar, bizniki shu xalq naqshlarimiz, xalq san'atkorlarimiz ichidan o'zingizniki yoqtiradigan shu naqshlarni bir deb baxsangiz. Mening shu yoqtiradigan xalq kuychilarimizdan Abdurshid Yusuf akamiz atishdiki. Atish o'g'lari. O'shuqari akamiz. Xatarliq. Pishqadam naqshlarimizga amroq. Albatta mana bu san'atkorlarimiz bizning hurmatlashimizga arziydigan san'atkorlar hisoblanadi. Ana shundaq bir qator mangan bizga nurg'unlagan naqsha sohasida, san'at sohasida yo'llarni ichib bergan ustoz san'atkorlarimizga o'sha yerda hurmatimizni bildirib olamiz. Xo'sh, unda bo'lsa Akbar navbatda o'rinlamoqchi bo'lgan naqsha qaysi naqsha? Abdurshid Yusuf akamiz o'rlagan Qashning qarsi qunduz degan naqshni. Bo'ladi. Qanday bo'lsa xalq kuylarida mavzuralayli anglovchilarimiz. Qashning qarsi qunduz, ayning keynida yulduz. Qashning qarsi qunduz, ayning keynida yulduz. Men seni vay seg'inganda yig'layman üzem yalğız vayda Səhərdə uyğunadır mən, İlandək tulğunadır mən. Muradın yevay yetemən dep, İgemge yal uradur men vayda ode. Muradım yevay yetemen dep, İgemge yal uradur men vayda ode.
Tang seherge yetkende yığılayman üzem yalğız vayda de. Rahmat. Sizga rahmat, harmag'aysiz. Mana har xil uslublardagi xalq kuylarimizni, mana har xil uslublardagi naqshlarni, xalq kuylarimizni anglab o'tdik. Har xil gullarning purqi boshqacha degandek, har xil uslubdagi naqshlarninki bizga beradigan ta'sirimi boshqacha bo'ldi ekan, aytib huzurlandik. Xo'sh, unda bo'lsa Akbar, biz har sam programmamizda shu ziyorat obyektimizni agaga vaqtda aziz mehmonlarimizning kelgusi planlarini, shundaqla radio oldidagi anglovchilarga bo'lgan yurak so'zlarini ila olmizchi. Bo'ldi. Mening hamda arzu qilganim, umid qilganim davomli naqsh etsam, yaxshi naqsh etsam, xalqim yoqtirib anglasa, qo'llasa, quvvatlasa, ular xush bo'lsa, naqshamni ko'p anglasa, naqshamni anglagan chaqda ma'lum bir o'ylarni, xiyollarni kallasiga keltirsa, albatta u xiyollarning hammasi aktiv bo'lgan xiyollar bo'lsa, jamiyatimizga yaxshi bir uchurni, yaxshi bir yangi bo'lgan bir davrni, pokiz bo'lgan bir muhitni ilib kelsa, men shunga rozi. Bundan boshqa ortiq arzu umidim yo'q. Yaqinda yangi ijodiy naqshlar tayyorlik qilyapsiz-ku deyman. Qilyapman. Chiqarmagan ijodiy naqshlarimdan ikkisi bor. Shunda aytqim bor, lekin ularni chiqarmadim emasmi? Shunga chiqargan chaqda biroq aytib beraymikin deb. Gitar chalish qachon o'rgangandingiz? Men gitarni burun ancha-muncha bir o'rganib qo'ygan, Yipak yo'l sadosi qatnashgandan keyin shu bir naqshchi bo'lish uchun chuqum bir sazni bilmasa bo'lmaydiganligini his qilib, bultu 2015-yili shu 11-oylardan boshlab, 10-oylardan boshlab men shu muntazam gitar o'rganishga kirgan. Lekin bu gitarni hech kimda o'rganmadim. Yili xabardan o'rganaman. Yili qaytib bizning shihodiki aqllarimizning qo'ldan qarab o'rganaman. Ashta qilib o'rganib olganimda yaxshi chalolmayman, lekin o'zimning ojizidan chiqaman. Sirtdan anglab olganlaringizni shu yolg'iz uyingizga kirib. Ashtatdamning ichida. Bekamera bo'ldi ekan uyingizga. Shunday. Lekin shunday voyaga yetkazib chaldingiz, anglovchilar nihoyat huzurlandi. Biz Akbarni anglovchilarimiz mush gitarangizni ko'tarib keling deb talab qo'ygan. Shunday Akbar. Men qanday tayyorlik qilmay Moynurman deb bering, qaysi narsalarni aytma deb shunday so'ragan, ammo men deb bermagan. Mana bugun Koreyachani aytib bersiz dedim, xalq naqshini aytib bersiz dedim. Majbur aytqizib oldim, ammo shu naq maydonda gitarni qo'lga epli aytgan moyisiyat boshqacha. Bak, yaxshi bu hissiyat. Erkingamning gap bo'yicha isil bunday. Naytim yaxshi bo'ldi, yaxshi paranglarni qilishdik. Endi oxirida shu radio oldida sizga o'xshash chet elchi naqshlarni ko'p anglaydigan, chet elchi naqshlarga ishtiyoqi bor yoshlar, shundaqla bizning burunqi ajdodlarimiz qoldirgan naqshlarni o'zlashtirib aytib kelayotgan yoshlarimiz intayin ko'p. Ham sizning kasbdoshlaringiz, raqobatchilaringiz degandek. Shundaq. Ana shu yoshlarga bo'lgan yurak so'zlaringizni ham anglaydi Akbar. Hargiz to'xtab qolmanglar. Kirishgandan keyin bir ishga chuqur vujudga chiqarish kerak. Har qanday ishda tirishsa, anandan keyin bitirib tura oladi. Tirishmasa yana o'xshash tushib ketadi. Shunga ideyalarni, ichishinglarni umid qilaman. Hargizmi bir muncha odamlar bilan bir shu ma'muriy organga qistilib turilishinglarni men shaxsan xohlamayman. Agar naqshi qiziqsanglar, shunday sharoitinglar bo'lsa, davomli tirishinglar. Ish nada naqshi degan kasb toki o'lgicha amra bo'lolmaydi degan gap yo'q. 30 yosh kirgan chaqda 30 yoshlik ovoz tusi bo'ladi. 40 yosh kirgan chaqda 40 yoshlik ovoz tusi bo'ladi. Faqat siz tirishib bilan basingiz, chuqum utuqlar qozonsiz. Masalan, buning tipik misoli bizning Farhod Xoliq akamiz. Hammamizga ayon, hammamiz bilamiz Farhod Xoliq akamiz shu. Uzun yillar tirish orqali eng oxirsida mevasini ko'rdi. Xuddi shunga o'xshash shaxsan men muba hammamizdan tirishayli, bir uslub bilan to'xtab qolmaydi. Bizning jamiyatimiz, bizning millatimiz
ko'rurmanlarning, anglarmanlarningki anglash saviyasini yuqori ko'taraylik. Rahmat, tirishimiz, men tirishay. Shu naqsh sahasiga bir kirgim bor edi. Shu avas bilan, hasad bilan anglaymaychi sizlarning naqshlarni. Yoqtirdigan naqshlarni. Siz o'qituvchilik hayotingizni davomlashtirib ketamsiz yoki shu naqsh sahasiga ham ketib qolmoqchimi bundan keyin? Men bu to'g'riliq jiq o'ylangan. O'ylanib, oxir o'ylamaychi bo'ldi dedimcha. Vaqt kelsin. Vaqt kelsin. Hamma ishlarni o'rlashtirgan egimiz bo'lgandan keyin shu vaqti kelgan chaqda ayrilib chiqdi. Bo'ldi. Bundan keyin ishlaringizning texmi yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Ammo parangiz tex tugmadi. Sizning shu talablarimni tex tugab qolgani yo'q. Boy deb aytdim-ku, chet el naqshlarga amroq yoshlarimiz ko'p deb. Koreyacha naqshida o'zgacha huzurlarni aldik. Endi boshqa bunday chet el naqshlar bormi yo'qmi? Ba. Bundan davasa navbatda anglaydiganimiz qaysi davlatning qaysi naqshi? Ispaniyadagi mening eng amroq naqshchi Cristian Castro deb bir naqshchi bor. Pek yuqori ovozli naqshchi bu. Mening mashta naqshchi bo'lg'im bor. Yetdi. Yetmisi bo'lmaydi. Bir munchadan anglab tursa, cho'qim yetish kerak. Xo'sh, shunda bo'lsa. Ese cielo me llegó una especie de amor que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida, poco a poco iluminó el más oscuro ronco, me abrazaba cada noche fría, de sus manos iba la agonía. Yo no supe intrigarle ni la metaba el corazón. No sabía hasta que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía. Era un ángel, era un sol, era así mi canción, un milagro que no merecía. La verdad, mis mentiras. Era un ángel buena gris. Era así mi confis. Una estrella era todas. La vais bella. Así era Ilya. Rahmat. Anandan keyin men shu mening naqshi mastamlarimga, mening naqshamga amroq ko'rmanlarga deb qo'ygan azroq yurak so'zim bor. U bo'lsa-mu, men endi o'zim yolg'iz bir naqshchicho. Ijodiyat bulamdi, musiqa bulamdi, akkordlarni bulamdi, endi hammasini men o'zim qilaman asosiyatdan. Şuna bir ijodiyat bilan yana bir ijodiyatning oraliqi so'zlab qilish mumkin. Men masalan tekstni bir yerdan, musiqa akkordni bir yerdan qilgan bo'lsam, kichik chiqartamchu. Shuna ko'rmanlarningki, anglarmanlarningki mush jihatdan to'g'ri tushunib, bu yo'qolib ketdi-ku, bu naqsh etmaydigan bo'lib ketibdi yoki bo'lmasa bo'ldi, bu to'y qilib oila qurib mushta bo'lib ketgan o'xshaydi, to'y qildigan o'xshaydi bu, ya ani qildigan bo'ldi, man qilgan bo'ldi deb ashta boshqa xiyollarda boshqacha o'ylab qolmasligini umid qilaman hamda davomliq qo'llab quvvatlab berishni umid qilaman. Bo'ldi, albatta biz anglovchilarga sizning uchurlaringizni vaqtida yetkazib turyapmiz. Shuning bilan bugungi san programmamiz mush yerda oxirlashdi. Desam, anglovchilarning satgani yerim bo'ldi. Hey, aş yüreğli biz degan naqshni aytgan balni akab, ash naqshni aytqizmay ketkizaytamdikina debchi. Azroq vaqtimiz bor, anglovchilar ko'ngillarni yerim qilmanglar. Akbar albatta ash yüreğli biz nomli naqshni aytmay, bu bizning studiyadan chiqib ketmaydi. Melodiya qahvaxonasining ishiklari taqoq ash naqshni aytmasa.
Xo'sh, unda bo'lsa Akbar, ana shu naqsh to'g'risida deydiganlaringiz bormi ekan? Bu naqshni shundoq jiq odamlar angladi, inkaslarmi shunday yaxshi bo'ldi. O'zlari o'ylab tegiga yetib olsa bo'ladi. Andan keyin deb qo'ydiganim bu naqshning surati, ya'ni MV'si yaqinda ishlanmoqchi. Nimishqa so'zilib ketdi, jiq odamlar so'rab ketdi, buning suratlik filmi yo'qmi deb. Yo'q emas. Bu naqshning bundaq olqishga erishgandan keyin men chuqur bir yaxshi bo'lgan bir xiyollar bilan yaxshi bo'lgan bir yangi bo'lgan bir shundaq vaqaliklarni yoki bo'lmasa yangi bo'lgan usullar bilan qilmoqchi. Shunga hozircha kallamga kelmadi. Ham boshqalarning fikrlarini ko'rsatdi, lekin men shu anglayman boshqalarning fikrini, lekin yanılam özem qilishga maqchi. Shu özem o'ylab chiqishga tirishyapman. Az qoldi o'ylab tip bo'lganimga. Hozirroq yerini tip oldim. Ishlab chiqarmoqchi. Shunga anglarmalarning saqlashini umid qilaman. Andan keyin mushu naqshniki eng keyindagi yurayli biz to'y qilg'icha degan yerga mushu to'y qilib bo'lgan akadlarimizniki azroq bir tushunmaydigan yerlar bor ekan. Nimish qilmish to'y qilg'ichlam yurdi, to'y qilib bo'lgandan keyin yurmamdi, biz to'y qilib bo'lgandan keyin yurdigan to'saq deb degan bor. Birinchi bo'lib buni shu Abduxoliq akamiz degan. Abduxoliq ustoz, naqshchi. Aqgulni aytgan. Aqgulni aytgan. Bak yaxshi akam. Mushu naqshniki akkordini, yuqoridagi akkordini shu Abduxoliq akam appagan. Abduxabar bilan Abduxoliq ikisi. Shu akamiz degan, bu naqshani esa o'zgartirib, yurayli biz mukchaygicha, o'tayli biz o'lgicha desang, bizga tushidika, yoshlarga tushidika deganchu. Unda qismimi bor. U xil tipli qism bor. Cho'nglarni ko'rgan chaqda asharni o'zgartirib qo'ysam ham bo'ladi. Qanday ayta olaman, o'zimning bo'lgandikin. Nimish qilish to'y qilgicha deganni qildim degan chaqda, chunki bu to'y qilish degan gap bak udul tegidichu, uning ustiga shu hozirgi yoshlarimizniki yurgandan keyin to'y qilgichlar yuzgan, ayrilib, xarlanib, uning qulda, buning qulda, mayli o'g'il bola bo'lsin, mayli qiz bolalar bo'lsin, undaq shugandan to'y qilgichlar yuz bo'lmamdi degan shu orzu umid bilan degan. Andan keyin keyniga andan o'tayli biz mukchaygicha deb to'liqlab o'tgan. Shunga akadlarimizniki to'g'ri tushunib anglashni umid qilaman. Bulduq xenona bo'lsa, bu naqshni anglashga taqozo bo'lgan anglovchilarimiz Yurayli biz nomli naqsha o'zinglarga ketdi. Birga so'qdi yurak, kuyishdi. Sevgi kuylarga jo'r bo'lishdi. Ko'ralmasak yiroqni mayli, qadamlarimiz to'xtab qolmasin. Aramızda qaydaş bo'lsa, mayli ayrılışlar bo'lsin. Javri japa kelsa, mayli vazgeçishlar bo'lsin. Sevenliksiz inson yo'q-ku, mayli yolg'onchilik bo'lsin. Vücudumni sana atay, mayli vafasızlık bulmuşsun. Yurayli biz to'y qilg'icha, o'tayli biz mukchaygicha. Birla faqat mana senla kerak. Gap so'zlardan parvoyim talab. Menzilimiz uzun bo'lsin mayli,
bulmasın. Aramızda kıydaş bulsa meyle ayrılışlar bulmasın. Cevri cefa kelse meyle vazgeçişler bulmasın. Sevenliksiz insanı yoku meyle yalgancılık bulmasın. Vücudum ne sana atay meyle vefasızlık bulmasın. Yüreğli biz toy kılgıcı üteyli biz mükçey geçe. Yüreğli biz toy kılgıcı üteyli biz ta geçe. Rahmat. Rahmat Akbar, bugun kelganingizga bir qatam rahmat aytaman. Ovozingizga datganmisini bek jafo silyaptiq. Yo'q. Texmo ko'klab ketgan san'at hayotingizning texmo yaxshi bo'lishiga tilakdoshimiz, utuq tilaymiz. Xo'sh, radio oldidagi aziz qarindoshlarimiz, bugungi Melodiya qahvaxonamizda o'tkazilgan uzunmas Melodiya programmamizga sökdimiz. Mana bu yerda oxirlashdi. Oxirda Akbarga zo'r utuqlarni tilaymiz. Bu san programmamizni albatta men tayyorladim. Programmamizning muharriri Mardan Muhammad Tatliq, texnik muharriri Akbar Noyub, mas'ul muharrir bo'lsa Abduqodir Hashim, nazoratchi Baxtiyor Turdik. Xo'sh, qadrli do'stlarimiz, esinglarda bo'lsin. Har yakshanba kuni mushu vaqtda Melodiya qahvaxonamizda sizlarni kutamiz. Aziz mehmonlarimiz har vaqt sizlarga eng nodir kuylarni sunishni unutib qolmaydi. Mikrofon oldida Mahina Ro'zi. Ekber Ahmet. Aman bo'linglar, xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Sen la